Har kun atrofimizda eshitamiz, tinmasdan oyog'im og'riydi, oyoqlarim shishadi, oyog'imda lo'millovchi, lo'qillovchi, achishtiruvchi, kuyuvchi og'riqlar, ko'p yurganimda og'riydi, o'tirganimda og'riydi. Xullas, oyoq og'risi bu atrofingizdagi istalgan insonni bezovta qiluvchi bu belgilardan, shikoyatlardan biri. Xo'sh, oyoq og'rig'iga qaysi kasalliklar va holatlar konkret aniq sabab bo'ladi va buni bir-biridan qanday farqi bor? Agar siz kelib chiqishini bilsangiz va bir-biridan farqini bilsangiz, bu 90% diagnoz qo'ydingiz degani. Ya'ni undan keyin shunga qarab spetsifik davo choralarini olsangiz bo'ladi. Xo'p, doskada tushuntirib o'taman, har bitta holatga qanday oyoq og'riqlari va bir-biridan farqli jihatlari qanday ekanligini tushuntirib o'taman. Xo'p, bu oyoq og'rishi quyidagi 7 ta holatda, 7 ta guruh kasalliklarda, holatlarda oyoq og'rishlari ko'p uchraydi. Birinchi eng ko'p o'sha travmatolog, ortoped, nevropatologlarga shikoyat bilan keluvchi holat bu mushak og'rig'i. Mushak suyak og'riqlari deymiz. Bu nima degani? Insonni ko'pincha yoshi 40-50 yoshdan o'tgandan keyin uni tizza bo'g'imlarida o'sha osteoartroz jarayoni, ya'ni bu yerda mesklarda muammolar, bo'g'imda ichidagi sinovitlar, muammolarning hisobiga degenerativ suyak bilan mushakdagi bo'g'imni o'zi bu ko'pincha tizza bo'g'imida, undan keyin bo'lishi mumkin bu tovon bo'g'imida yoki boshqa kichkina bo'g'imlarda o'zida muammo bo'lsa, yaralanish yoki artroz jarayonlari bo'lsa, mushak suyak og'rig'iga misol bo'ladi. Keyingisi eng ko'p uchraydigani bu nevrologik guruh kasalliklari. Bo'lib ham qarang, nevrologik kasalliklarda quyidagi asosan 3 ta holatda oyoq og'riydi. Oyoq og'riqlarining nevrologik holatida birinchi oyoqlarim kuyadi, achishadi. Bu og'riq emas, kuyish emas, achishamiz, g'alati chuvstvo, g'alati hissiyot. Xuddi oyog'imda chumoli o'rmalaganday bo'lishi, bir qarasang isib ketishi, bir qarasang sovib ketishi. Ko'pincha bunda nevrologik sabablardan birinchisi bu polineuropatiya, ya'ni bir necha nervlarni bir vaqtda o'zida zararlanib kelishi. Bunga misol sabab bo'lishi mumkin qandli diabet. Qandli diabetda ko'pincha ikkinchi turda yillar davomida qandli diabet davom etilsa va yaxshi davolanmasa, ko'pincha bu polineuropatiya, ya'ni asorat berishni boshlaydi. Qandli diabetdagi ko'pincha bu xuddi naski kiyganday va qo'liga qo'lqop kiyganday naski chulki tipidagi, perchatka tipidagi qo'ldagi og'riqlar, simmetrik og'riqlarni kunduzi ham, kechasi ham kuyishi, achishi, lo'qillashi, chumoli o'rmalganday bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi oyoqdagi og'riq bu radiculopatik nevrologik sabablar. Radiculopatiya degani ko'pincha bizni insonni tanasida umurtqasidan chiqadigan nervlari bu oyoqlariga, ya'ni ko'pincha bel sohasidagi, ko'pincha L1 dan boshlab birinchi bel umurtqasidan 5-bel umurtqasigacha bo'lgan umurtqada oyoqlarni innervatsiya qiluvchi nervlar chiqadi. Bellar sabab bo'lishi mumkin. Grija, qanaqadir hajmli jarayonlar, qanaqadir kistalar yoki boshqa bir osteofitni holatlar bo'lsa, bu nervni bosishini hisobiga ko'pincha bir taraflama og'riqlar paydo bo'ladi. Og'riqlar ko'pincha oyoqning orqasida, beldan boshlanib oyoqning uchigacha yoki boldirgacha yoki oyoqning yon tarafidan, oldi tarafidan e'tibor beramiz. Bu og'riqlar ko'pincha o'shish bilan keladi va bir taraflama bo'lishi mumkin. Bu nevrologik radiculopatiyaga xos bo'lgan sabablari. Ko'pincha disk grijasida ham shunaqangi og'riqlar berishi mumkin. Uchinchisi bezovta oyoqlar sindromi. Mana shu holat juda ko'p oxirgi paytda mana amaliyotimda ko'p uchraydi. Ko'pincha yosh kattalarda, ko'pincha faqat kechqurun, kunduzi bezovta qilmasdan, kech tushishi bilan, shom tushishi bilan ikkita oyoqda simmetrik ravishda bir xil tarzda oyoqlarning kuydiruvchi, achishtiruvchi, shuning bilan kechasi bilan uyqu bermaydigan g'alati hissiyot bilan kechish turi. Bu turda ko'pincha grija deb boshqa xil deb noto'g'ri davolanib yurishadi. Asl sababini tekshirsangiz bu miyada organizmda dopamin degan modda yetishmovchiligidan, ferritin, temir yoki qaysi bir vitaminlar yetishmovchiligidan ham shunaqangi bezovta oyoqlar sindromi kelib chiqadi. Bezovta oyoqlar sindromi ko'pincha kechqurun bezovta qiladi va tong sahar bomdod vaqtidan keyin og'riqlar kunduzi ancha-muncha kamayadi. Kunduzi deyarli og'riqlar bezovta qilmaydi. Ko'pincha bezovta oyoqlar sindromida kechqurun yuqoridagi belgilarimiz namoyon bo'ladi. Shu bilan birgalikda oyoq og'rishlarining qon tomir bilan bog'liq bo'lgan turlari bor. Misol uchun surunkali venoz yetishmovchilik, ya'ni bu vena qon tomirlarida muammolar, varikoz kasalligi, ayniqsa 3-4-bosqichda oyoqlar shishib, xuddi oyoqlari nimadir bosib turganda, oyoqlari shishganday og'riq paydo bo'lishi. Keyingisi endokrin va metabolik ayrim kasalliklari bor. Misol uchun
bu gipotireoz holatida ham oyoqqa og'riq berishi mumkin. Shuningdek, organizmda magniy elementi, kalsiy elementi, natriy yetishmasi va buyrakdagi ayrim filtratsion muammolarda bo'lsa ham, buyrak yaxshi ishlamasa ham oyoqlarga og'riq berishi mumkin va bu og'riqlar ko'pincha boldir mushaklarida kuzatiladi. Endokrin muammolari yana bitta holatda ko'rishimiz kerak, bu o'sha bilan bog'liq bo'lgan kechqurun tungi kramplar. Ya'ni bemor yotibdi, kechqurun to'satdan uyquni orasida qaysidir boldir mushagida o'ng yoki chap farqi ayrim payt ikkalasidan birdan kelishi mumkin. O'ta qattiq og'riqlarning paydo bo'lishi. Ko'pincha bu ayollarda homiladorlik davrida yoki boshqa erkaklarda ham, ayollarda ham boshqa paytda ham uchrashligi mumkin. Bu juda qattiq og'riq beradi. 1 minut, 2 minut bu ko'pincha boldir mushaklarining spazmi bilan, sudragisi bilan kechuvchi juda qattiq og'riqlar beradi. Bu ham xuddi shunaqa 4-guruhimiz bu endokrin va metabolik buzilishlar tufayli bo'lish ehtimoli yuqori. 5-si va bu ham ko'p uchraydi, revmatologik kasalliklar mavjud. Ya'ni bu revmatolog kasalliklar degani revmatologik bu ko'pincha insonning har xil tirsak bo'g'imi, tizza bo'g'imi, mayda bo'g'imlar, katta bo'g'imlarda uchrovchi ko'pincha autoimmun va noautoimmun kasalliklarda ham bo'g'imlarda, oyoqlarda og'riq bo'lishi mumkin. Birinchi misol uchun revmatoidniy artrit, ikkinchisi reaktivniy artrit, uchinchisi podagrik artrit, to'rtinchisi artrit noma'lum sababli kelib chiqqan artritlar. Shuningdek, bo'g'imlardagi sinovitlar har xil holatlarda ham ko'pincha og'riq tizza bo'g'imining o'zida yoki boldir tovon bo'g'imida aniq proyeksiyada bo'g'im atrofida bo'ladi va bo'g'imni bosgan payti, harakatlangan payti og'riqlar kuchayishi mumkin. Bo'g'im kasalliklariga xos bo'lgan xususiyat ko'pincha ertalab turgan payti oyoqlarda qotish, ruschasiga skovanность deymiz, ertalab turadi. 15, 20, 30 minut bo'g'imlar qotadi va harakatdan keyin sal yengillashgandek bo'ladi. Ko'pincha bo'g'im kasalliklarida remaproba topshirgan payti RF yoki qaysidir bir faktorlari baland chiqishi mumkin. Bu revmatologik kasalliklarga misol edi. Keyingisi infeksiya. Ayrim infeksiyalar bor. Bu infeksion miyozit degan holatimiz bor. Ya'ni infeksiya ta'sirida mushaklarning yallalanishida ham og'riqlar paydo bo'ladi. Keyingisi bu dorilar. Mana shu joyga to'xtalib o'tmoqchiman. O'zimning amaliyotimda juda o'nlab, yuzlab bu holatda bo'ladi. Ya'ni dorini noto'g'ri ichishlik ta'sirida ham bemorlarda oyoqlarda ko'pincha boldir mushaklarida og'riq. Yaqinda bitta holat bo'ldi. Menga Qrimdan, Rossiyadan menga keldi patsient, ayol kishi yillar davomida statin, ya'ni qonda xolesterin miqdorini kamaytiruvchi dori ichishni boshlagan va bu statinlar ichgandan keyin bevosita o'sha mikroelementlarga ta'sir qilib, buyrakda filtratsiya yaxshi bo'lmagan, u ayolda ikkita boldir mushaklari torttirish bo'ldi. Oddiygina o'sha statin dorini kamaytirganimizdan keyin og'riqlar ketdi. Bu o'sha dorilarning nojo'ya ta'siri. Keyin ko'pincha diuretiklar bor. Furosemid misol uchun ko'p ichsa yoki qaysidir mochigonniy siydik haydovchi vositani ko'p ichsa ham ikkita boldir sohasida og'riqlar paydo bo'ladi. Endi keyingi rasmda tushuntirib o'taman, bu og'riqlarni qaysi paytda mushak suyak, nevrologik, qon tomir, endokrin va revmatologik va boshqa sabablarni bir-biridan farqini tushuntirib o'taman. Xo'p, bu guruhdagi og'riqlarni bir-biridan qanday belgilarda farqlari bor? Misol uchun mushak suyak og'riqlarida, ya'ni bo'g'imlar bilan bo'lgan og'riqlarda faqatni bo'g'imni o'zida og'riq bo'lishi, bo'g'imni o'zida shish hosil bo'lishi, shuningdek harakatlanganda, turganda, yurganda og'riqlarning kuchayishi holati, ko'pincha ertalab og'riqlarning kuchayishini ko'rishimiz mumkin. Agar nevrologiya sabablardan bo'lsa, ko'pincha oyoqlarda kuyishish, achishish, uvishish holati va tushuntirib bo'lmaydigan simmetrik ravishda ikkita oyoqda ham og'riqlarni ko'ramiz. Qon tomir bilan bog'liq bo'lganda ko'pincha varikoz qon tomirlarida chiqqanligini, vena yetishmovchilik, ya'ni yuzaki venalarning chiqqanligini, o'sha UZI tekshiruvida doktor qilganimizda qon tomirlaridagi aniq muammolarni ko'ramiz. Endokrin qandli diabetda tomir tortishi bu ko'pincha achish, bunda ham achish kuyishi bo'lishi mumkin. Ko'pincha endokrin va mikroelementlar yetishmaganda oyoqlardagi tupoy og'riqlar deymiz, ya'ni simillovchi og'riqlar va kechqurun oyoqlarni tortishi. Revmatologik og'riqlarda ko'pincha bir necha bo'g'imlarning birgalikda zararlanishi va kerakli o'sha revmatologik analizlarda musbat natijani berishligi. Keyingisi infeksiya oqibatida mahalliy o'sha og'rigan joyda temperatura bo'lishi, mahalliy joyning o'zi og'rishi. Keyin statin va o'sha siydik haydovchi, misol uchun beta verospiron, furosemid kabi dori vositani, atrovastatin, rozuvastatin kabi dorilarni tartibsiz ichganda ham shunday dorilar tufayli og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Bu og'riqlar bilan kim shug'ullanadi? Ko'pincha nevropatolog, travmatolog, ortoped, revmatolog va flebolog kabi mutaxassislar ham bu yuqoridagi hamma kasalliklarda oyoq og'rig'i bilan shug'ullanishadi. Siz bilan doktor Alimov bo'ldi. Agar sizda oyoq og'rishi bilan bog'liq muammolari bo'lsa, Vatan tibbiyot markaziga murojaat qilishingiz mumkin.